Mana qator oxiriga kelib oldik. Mana buni olamizda. Mana bu ipni yordamchi ipimizni olib chiqamiz yana. Mana bu birinchi olgan obvязкamiz orasidan kirib, mana ko'rishingiz mumkin. Mana buni orasidan olamiz. O'shanda xuddi bu ham obвязка qilingandek. Mana shunday holatda bu birinchi obвязка boya to'qiganimiz, bu ikkinchisi. Endi uchinchisini qilamiz. Uchinchisida mana qilib xuddi boyagi birinchisiga o'xshatib, birinchi marta obвязка qilganimizga o'xshatib, mana bu yaqinroqdan ko'rsataman. Mana bu chokni orasiga kirib, ipni kirgizamiz. Bu yerdan olib chiqamiz mana. Mana bu yerga kiramiz. Orasiga kiryapman. To'qilgan betlarni ko'ryapti degan umiddaman. Mana shunday qilib olamiz. Keyingisiga ham xuddi shunday kiramiz. Olamiz va bu yerdan ham chiqamiz. Mana shunday davom ettiramiz qator oxirigacha. Mana yana bir marta qayta ko'rsatyapman. Orasiga kiramiz. Ipni kurchukdan aylantirib olib chiqamiz va mana bu ipdan olib o'tamiz. Mana bu juda ham oson. Yo'liga tushmasangiz maza qilib to'qib ketaverasiz. Mana qator oxirida o'zinglar to'qib kelasizlar. Qator oxirida yana